Men osh olmas bo'lish kerak ekan. Demak, qara. Bosim. Bosim mavzusi. Normal bo'ladi. Xo'sh. Bosim mavzusi qanday? Bosimni yaxshilab tushunib olishing uchun birinchi tasavvur hosil qilishing kerak. Bosimni ekan bilishing kerak. Bosimni sen o'yincha bosimni qanday o'ylaysan? Bosim deganing nima o'zi? Davleniya. Ikki jism bir-biriga tep turgan yerda ko'rsatilgan kuch. Bosim aslida qattiq jismlarda bosimni karatib yaratib bo'lsak, aslida mana sirt. Qanday bir jism sirti mana sirtga perpendikulyar ta'sir qiladigan kuchning natijasi. Perpendikulyar ta'sir qiladigan kuchning natijasi bosim deyiladi. Perpendikulyar kuch ta'sir qilsa natijasi nima bo'ladi masalan? Ana shu ni bo'lsa ham ana shu natija bosim deyiladi. Bunday ta'rifni kitoblarni topmaysan. Sirtga perpendikulyar ta'sir qiluvchi kuchning shu kuch yuzasiga nisbatan deb shunday narsani aytadi. Aslida sutni tushunishlik uchun shunday. Mana sirtqa, mana sirtda Bizim o defterimde sirtda shu perpendikulyar bir kuch ta'sir qilyapti mana. Nima bo'ldi natijasi? Bosim ko'rsatildi. Ni bo'lsa ham mana shu bosim deydi mana qara. Qara, kuch ta'sir qilib bilinib turadi varaqning sirtida, iz qolib ketdi, ko'rdingmi? Mana shu bosim deydi. Tushundingmi? Mana ruchka tutdi. Mana ruchka mana sirtqa perpendikulyar ta'sir qiladi. Mana shu kuchning ta'siri, shu kuchning natijasi, ta'sir qilgan kuchning natijasida ni bo'lgan bo'lsa, shuni bosim deydi. Tushundingmi? Sen buni defterning sirtida payqay olmaysan. Qor bo'lsa payqaysan. Qor, poverxnost yumshoq bo'lsa payqaysan. Oyoq kiyim bilan bossan. Ni bo'ladi natijasida? Iz qoladi. Batadi. Batadi, to'g'rimi? Shunda iz qoladimi? Qorning betida mana shuni bosim deydi. Tushundingmi? Botish deb tushunsa ham bo'ladi buni. Botish. Biroq bosim faqat botsa bosim bo'ladi-da, botmasa bosim bo'lmaydi degan tushunchaga borib qolmay kerak. Faqat tushunishlik uchun aytyapman sana. Bosim o'zi aytdi, bosib tur deb tur. Tushundingmi? Bosib tur. Poverxnost sirtni bosib tur. Tushundingmi? Mana shuni bosim deydi. Давление deydi. Давит, как говорится. Давит на поверхность. Хорошо. Ручка давит сейчас на поверхность. Faqat bu yerda botish yo'q. Endi qiyin emas bo'lmaymi? Tushundingmi? Ana shu botish yoki bosim nimalarga bog'liq? Qachon ko'p bo'ladi u narsa, qachon kam bo'ladi degan savol tug'iladi. Ana shu bosim aslida p harflar belgilanadigan bilasan. Katta emas, kichik p harflar belgilanadi. Mana shu razницасini bilishlik uchun mana imani Вес. Ha? Вес. Katta vес orasi. Vес og'irlik, vес. Va kichik bo'lma, давление. Bosim. Tushundingmi? Bu mana shu bosim nimaga bog'liq endi? Bu bosim kuchga bog'liq. To'g'ri, proporsional kuchga. Shunday? Oyoq kiyimni o'zini qo'ysam shuncha botadimi bu? Yo'q. Batmaydi. Oyoq kiyim kiyib turib odam bossachi? Botadi. Nechun unday bo'ldi degan savol tug'iladi. Kuch ko'paydi. Kuch ko'paydi. Qorning betiga baklashkani qopqog'ini qo'yib qo'ysam, bo'sh baklashkani qo'yib qo'ysam.
qarın betiga. Batadimi? Shuncha iz qoldirishi mumkin. İchiga suvni to'ldirib turib qo'ysamchi, naqshi bakalashgan. Jajib turib batadi. Suv. Nega bunday bo'ldi? Kuch ko'paydi. Qaysi kuch ko'paydi? Yerini tortish kuchi. Og'irlik kuch ko'paydi. Og'irlik kuch ko'paydi. Demak, kuchga to'g'ri proportsion aka. Yana nega bog'liq deb o'ylaysan? Yuzaga noto'g'ri proportsion. Yuzaga noto'g'ri proportsion. Agar shuni to'nkarib, mana shu bakalashgan to'nkarib batirg'anda ne bo'lar edi? Cho'qarroq batadi. O'sha bu cho'qarroq batgan bo'lar edi. Natija yaxshiroq bo'lgan bo'ladi. Tushundingmi? Demak, yuzaga tez proportsion. Отсюда вывод P teng F bo'lingan S. Mana bu davlat fundament bu, esimda bo'lsin. Hamma bosim mana shu formuladan kelib chiqadi. Любой bosim, любой bo'limdagi bosim dushkang yana yozmay desang. Qahni tavosi, izlab yurib tavosi mana shu dushkalarni. O'lchov bo'lgan qanday edi? Paskal. 1 paskal nima ayting? Newton bo'lgan metr kvadrat. Newton taqsim metr kvadratga teng. Newton taqsim metr kvadrat 1 paskalga teng. Yaxshi, og'irlik kuchida bosimni tushundingmi? Qolgan bosimlar bari o'shandan kelib chiqadi. Bu qattiq jismlarda bosim uzatilishi qanday bo'ladi desa, kuch qayerga yo'naltirilgan bo'lsa, mana kuch qayerga yo'naltirilgan bo'lsa, bosim shu tarafga qarab uzatiladi. Kuchning yo'nalish tarafiga qarab uzatiladi. Esimga chiqib ketmas. Buni yozib qo'ysa konspekt qilib. Qattiq jismlarda bosim kuchning yo'nalishi bo'ylab uzatiladi bosim. To есть sen mana chagani, mixni uzatilish deb qo'y. Uzatilish. Kuchni mana shu tarafga yo'naltirsang, bosim mana shu tarafga qarab uzatiladi. Tushundingmi? U ne demoqchi bu bilan? Men masalan mana shu chagani, mixni mana shu yo'nalishda ursam, mana chetdagi aynalarga batib qolmaydi degan so'z. Devorlarga taqishni. Nima? Polga ursam, polga batadi. Chunki bosim shu tarafga uzatiladi. Qanday bo'lsa, polga ursam, devorlar teshilib ketsa, unday bo'lmaydi, to'g'rimi? Nima uchun bunday bo'lmaydi deganga единственный javob shuki, yo'qmi boshqa dushkan? Biroq qanday? So'nos boshqacha siyah. O'ltiraverasizlarda, shu bir ruchka masalasi bo'lmadi-da, men aylangandan sana ko'p ruchka berish. Tushundingmi uni? Единственный tushuningizsa shu uzatilish yo'nalishi kuchning yo'nalishidan bo'ladi. Endi suyuqlik va gazlarda unday bo'lmaydi ekan. Suyuqlik va gazlarda bosim, qattiq jismga bosim beradigan bo'lsak, u shu yo'nalishda uzatadi bosimini. Chagaga bosim bersak, u bosimni shu yo'nalishda uzatadi. Endi suyuqlik va gazlarda bosim unday bo'lmaydi ekan. Suyuqlik gazlarda bosim qanday uzatiladi? Paskal qonuni bo'ylab uzatiladi. Paskal ne deydi davlat? Esingda bormi? Suyuqliklarga yoki gazlarga berilgan bosim shu suyuqlik yoki gaz turgan idishning istalgan nuqtasiga o'zgarishsiz uzatiladi. Bir xil uzatiladi. Tushundingmi? Babang sizning oldingizda ketganmi? Nevarang sizning oldingizda ketganmi? Shuni oldingizda ketgan.
Demak, suyuqlik va gazlarga berilgan bosim shu suyuqlik yoki gaz turgan idishning istalgan nuqtasiga o'zgarishsiz uzatilishini Paskal qonuni deydi. Tushundingmi? Endi bu boya qattiq tizimlardagidek emas ekan. Допустим, idishda suv bor deylik. Unga porsin berdik. Gaz bo'lsin, suyuqlik bo'lsin desin aytdik. Üstün bosim berdim. Porsin qo'zg'aladi. Mana shu bosimni Paskal qarasa, kuchni qayerga o'tkazyapman. Kuchni men yoqqa yo'naltiryapman. Ko'rdingmi? Pastga yo'naltiryapman. Shunday qilsam ham suyuqliklarda bosimni suyuqlik yoki gaz mana bosimni oladi ekan, kuch ta'sirini oladi ekan, bosimni oladi ekan. Shu kuchni yo'nalish tuzatmaydi ekan. Ham uzataveradi, ham uzataveradi, ham uzataveradi, ham uzataveradi, ham uzataveradi. Xohlagan yoqqa o'zgarishsiz yana, lekin 100 paskal bilan bossam, mana nuqtani 100 paskal bilan bosadi suv. Mana nuqtani 100 paskal bilan bosadi, mana shu. Hamma nuqtasini o'zgarishsiz uzatib beradi bosimni. Tushundingmi? Qattiqda unday emas edi. Qattiq qismga bosim bersak, chagaga bosim bersak, u bosimni shu yo'nalishda uzatadi. Shu yog'och turgan yog'ochni ham qo'yadi. Suyuqlik bosimni qo'yadi ekan. Unga bosim bersang, hamma yoqqa bir xil uzatadi ekan. Tushundingmi? Biz YouTube'da tajriba qilganlarimiz bor, Paskal shari bilan ko'rsam bo'ladi. Xo'sh, mana shuni Paskal qonuni deydi. Mana savol bormi? Yo'q. Gazda ham shunday bo'ladi. Suyuqlikda ham shunday bo'ladi. Endi suyuqlik gazlarda Paskal qonuni keyin qoida yozib olsa, suyuqlik va gazlarga bosim bersak, mana shunday bo'ladi. Bosim bermasak, bunda bosim bo'lmaydi degan savol tug'iladi. Uni statik deydi, statik holat deydi, statik holat. Ning statik holat, suyuqlikning statik holati. Uni gidrostatik deydi. Tushundingmi? Suyuqlik tinch turgan paytda bosim bo'lmaydimi? Aytsan. Bo'ladi. Qanday bo'ladi bosim? Atmosferniy bosim bo'ladi. Atmosferniy bosim bo'lmaydi ekan shu. Qara. Suyuqliklarni farazan qavatlarga bo'lib chiqamiz. Farazan. Birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat, to'rtinchi qavat, beshinchi qavat, oltinchi qavat. Tushundingmi? Qara, birinchi qavatning og'irligi bo'ladimi, bo'lmaydi? Chetga oldim qavatni. Og'irligi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi, chiqar. Chiqarmi? Farazan suyuqlikni biz qavatlarga bo'lyapmiz. Birinchi qavatni chetga oldim. Bo'ladi. Ne uchun bo'ladi? Ne uchun bo'ladi degan fikr aytding? Suyuqlik bu. Suyuqlik bo'lsa bu og'irligi bo'laveradimi? Bu savol chiqar degandan keyin tug'ilib o'tir. Birdaniga bo'ladi deganda unday bo'lmas edi. Bu yoqda dinamikani o'tib bo'ldik, kuchlarni o'tib bo'ldik. Endi nega bu og'irligi bormasam chiqar deb tursa. Xo'sh, nega bu og'irligi bo'ladi chiqar deb tursa tushunmadim. Nega bo'ladi deb tursa? Yerda massasi bor. Конечно, bu massasi bormi yo'q qilmani. Что за тупость? Massasi borning og'irligi bo'ladi? Sana bu suv massasi bo'lmaydi deb aytdim. Yo'q. Bunday narsalarda topit etadigan bo'lsam, men bilmayman sana qanday olimpiadli masalalarni beraman. Конечно, og'irligi bo'ladi deyishing kerak bu. Конечно, og'irligi bo'ladi. Bu qatlamning suv bo'lsa, uning massasi bo'lsa, Men boshda havo tushundimmi? havo bo'lsa ham og'irligi bo'ladi, davlat. Havo bo'lsa ham og'irligi bo'ladi. Ular dalnishim ko'rasa. Havoda molekula yo'qmaydi. Bor. Molekulaning og'irligi bo'ladimi? Bo'ladi. U anda ne deydi? Prezятыйlarni ne deydi? Ne deydi uni? Stereotiplarni yo'qotish kerak. Предвзятое мнение, havo yengil bo'ladi, massasi bo'lmaydi degan narsa. Havoning massasi bo'ladi.
ish shunchalik massasi bo'ladiki, uncha odam ko'tara olmaydi. Mayli, сейчас речь не об этом. Qarang. Og'irligi bo'ladi umuman. Ya'ni shu birinchi qatlam og'irligi bilan ikkinchi qatlamni tushiradim, shu og'irligini. Ikkiga qo'shib uchinchi qatlamni tushiradim. Qo'shim shu bir qatlamni tushirish. Eng katta og'irlik qaysiga tushadi? Qayerga tushadi? 6-qatlam bor. 10 tushadi. Nega tushadi? Idishing asli. Ha, idishning tubiga tushadi va nega tushadi? Ne beramiz kadi? Demek idishning tubiga tushadi, ko'rdingmi? Eng katta bosim idish tubiga tushadi. Demak, siz agar tinch turgan suyuqlik bo'lsa, qaysi bir idishda turgan bo'lsa, u eng ko'p og'irligini qayerga tushiradi ekan, idishning tubiga tushiradi ekan. Shuning uchun bu mavzu oldin aytilar edi. Suyuqlik tinch turgan suyuqliklarning og'irlik kuchining ta'sirida idish tubiga tushiradigan bosimi deb aytilar edi. Keyin baribir gidrostatik bosim deb aytilib ketdi. Aslida bu bosimni gidrostatik bosim deymiz. Nega gidrostatik bosim? Chunki tinch turgan suyuqlikning bosimi bo'ladi. Gidro degan suyuqlik, statik degan harakatsizlik, faoliyatsizlik degan ma'no beradi. Shuni tinchlik degan ma'no beradi. Demak, tinch turgan suyuqlik, buna bosim bermasang, unda o'zida bosim bo'ladi ekan. Qanday bosim bo'ladi ekan? Gidrostatik bosim. Qanday hosil bo'ladi ekan? Gidrostatik bosim suyuqliklarning qatlamlarining og'irlik kuchi tufayli idish tubiga beradi ekan. Tushundingmi? To'g'ri tushundingmi? Savol tushungan bo'lsam. Gidrostatik bosimni nega bog'liq? Og'irlikka. Nega og'irligi? Suv qatlamlarining og'irligi. U qanday bo'lishi mumkin? Suv qatlamlarining og'irligiga deganda. Suv qatlamlarining og'irligi o'zgarishi mumkinmi? Agar zichdiklar xavfi bo'lsa. Ha, zichlikka bog'liq, suyuqlikka bog'liq to'g'ri. Suyuqlikqa bog'liq. Suyuqlik zichligi qancha ko'p bo'lsa, uning bosimi shunchalik ko'p bo'ladi. Yana nega bog'liq bo'lishi mumkin? Sen me'yil Qatlamlariga. qanday ma'no? Qatlamlar soni neng uzunligi? Idish uzunligi. Idishning uzunligi? Idish kattaroq bo'lsa. Hozir mana suvni kattaroq idishga qo'ysam bosimi o'zgaradi? Yo'q. Aytayotsa idishning uzunligiga bog'liq bo'ladimi? Ichida suyuqliklar ko'p bo'lgan. Demak, nega bog'liq bo'lishi mumkin? Ning qarshi. Suyuqlikning sathiga deymiz. Uровень deydi. Mana uровеньga bog'liq bo'ladi. Sen hichmi? Me'da bosim katta, me'da bosim katta, me'da bosim katta. 3. Gidrostatik bosim me'da eng katta. Me'da kichik, me'da kichik. Nechun me'larda oz gidrostatik bosim? Yerda xash kichkintoy. Qatlamlar soni ekan. Qatlamlar soni ekan. Tushundingmi? Demak, mana hashga bog'liq. Hash degan bu suyuqlikning sathi. Tushundingmi? Endi qara. Buni formulani chiqarsak bo'ladi. P teng F bo'lingan S degan. F deganimiz mg mi? S deganimiz 100 a? M ningmi, M'di? Rovi. Nega rovisiz u? Jismli. Bizda jismliydi. Suyuqlik. Ha. Ro suyuqlik. V suyuqlik. G S. O nima beradi bizga? Tushuningmi qanday kelib chiqqani? Ro G H. Suyuqlik mana. Tushunmadingmi? Qiyinmi? Demak, okeanlardagi cho'qirlar sari nima bo'lar ekan? Okeanlarda cho'qirlar sari nima bo'lar ekan? Bosim ko'payadi. Bosim ko'payadi.
Okeanlar tubida adam chiqmaydigan bosim bo'ladi. Shuning uchun akvalangistlar ne kiyib chiqadi? Skafandr kiyib chiqadi. Ko'rgansiz akvalangistdan skafandrni? O'sha skafandr kiyib chiqadi. Qalin, og'ir. Qayerga ko'tarib suvda? Bu keyingi вопрос. Bu keyingi вопрос. Gidrostatik bosimni tushundingmi? Demak, gidrostatik bosim. Qanday savollar chiqib qolsa qara. Mana idishda gidrostatik bosim katta, mana idishda gidrostatik bosim katta. Qaysi bir idishda gidrostatik bosim katta? Bir xil. Nima uchun? Ikkovining sathlari bir. Satlari bir xil bo'lsa agar, ha? Yaxshi, o'ta durust. Xullas qolmay shunday narsalarni tushunading. Endi moda kerosin quysang bosim katta bo'ladimi, suv quysang bosim katta bo'ladimi? Suv. Nima uchun? Zichligi kattaroq. Mana idishga birinchi benzin qo'ydim. Keyin suv qo'ydim. Keyin sinab qo'ydim. Xo'sh, qanday joylashadi bu? Ustida benzin shitib suv shitib. Eng asl boshlamaysan? Asta Sinab, shitib suv suv, shitib kerosin. benzin. Benzin. Nega qarab joylashtirib chiqdim? Zichlikka. Zichlikka qarab joylashtirib chiqdim. Sinab, suv. Tushundingmi? Qiynmasa? Ishlab ketaversa? Endi qara. Mana yuzasi kichik bo'lib turib, nechun bunda bosim katta bo'lmaydi? Izaga qaramaydi. Yuzaga bog'mas. Bog'mas to'g'ri. Xo'sh, mana shu mavzularga bog'liq bo'lgan yana bir mavzu bor. Uni tutash idishlar deydi. Сообщающиеся сосуды. So'p. To'ldirib qo'ysa, qo'ydik. Сосуды. Сообщающиеся сосуды. Tutash idishlar deydi. Bilasan uni? Ikki idishni bir-biriga tutashtirib qo'ysak, idishlar tutashgan bo'ladimi? Mana. Mana rezin kabellar shunday qilib baylab qo'ydim. Mana suv quysam. Yaxta sathi qanday bo'ladi? Ikkovining biriga teng bo'ladi. Nechun ikkovining sathi birday bo'ladi? Bir xil bosim. Ha, gidrostatik bosim bir xil. To'g'ri. Endi bunga suv. Bunga benzin qo'ysamchi? Ikkovida ham birinchi benzin turadi, asta suv turadi. Yo'q, idishlarda sathi qanday bo'ladi? Bir xil. Bir xil bo'ladimi? Nechun bir xil bo'ladi? Kerosin zichligi. Benzin bo'l, nega kerosin deymiz? Benzin zichligi kam. Juda bekroq bo'lib turadi. Ha, bekroq bo'lib turadi desang, ikkovi teng deb aytsa. Benzin mana bunday tursa, suv mana bunday turadi. Shundaymi? Nega shunday bo'lar? Zichligi katta suv. H1, H2 qara. Mana suv. Suv. Ro benzin, shundaymi? Demak, o'shani qanday xulosa chiqarsak bo'ladi-chi? Qanday bog'liqdi bular bir-biriga? O'shani xulosa chiqarsa qarachi. Benzin sathi yuqori bo'lib, suv sathi pastga tushib ketdi. Zichlik to'lovga hashqanatdik noto'g'ri. Ha, suyuqlikning zichligi o'zining sathiga noto'g'ri proporsional. Tushundingmi? Demak, bunning kapchisi neydi? Ro1 aytayotgan ikkovida ham bosim tenglashgan paytda
Rho 1 G H1 Rho 2 G H2 G'lar ketadi, shundaymi? Ne? Rho 1 H1 Rho 2 H2 degan. Rho 1 ni bu yoqqa tushiraman, H1 ni bu yoqqa tushiraman. Ne bo'ladi shunda? Robert bo'lgan. Rho 1 bo'lgan Rho 2 Hashik bo'lgan. H2 bo'lgan H1. Mana o'zi yoqqa aytdim. Teskari proporsional. Ko'rdingmi? Bu neydi? Tutashtirishlarning ichida formulasi. Tushundingmi? Mana shuni asoslanmasa. Bu asos bu. Bu o'shani rivojlanib ketaveradi bu. Tushundingmi? Ariyaga boshqa formulalar kelib chiqishi mumkin. Biroq asos bu. Demak, suyuqlikning zichligi o'zining sathiga teskari proporsional bo'ladi. Buni yozib olasan. Tushundingmi? Yana bir mavzu kelib chiqadi mana shu Paskal qonunidan. Gidravlik press degan. Gidravlik press. Gidravlik press degan asbob bor, mexanizm bor. Qandaydir bo'lsa, ikki dona tutash idishni ham o'z ichiga oladi. Paskal qonuni ham o'z ichiga oladi. Masalan, qara. Mana bir idishdir. Ha? Mana yoqda kattaroq idishdir mana bunday. Va kichik idishni, katta idishni tutashtirib qo'yaman bir-biriga. Bu qanday idish bo'ladi bu? Tutash idish bo'ladi. Endi qara, mana porshini var. S1 portion. Yuzasiga, portion yuzasi S1. Mana porshini bor. Bunun porshini yuzasi S2. Qaysini yuzasi katta bo'ladi? Ha. Qaysi portion yuzasi katta bo'ladi? Men yuqoridan ko'rinishini chizib beraman. Yuqoridan ko'rinish mana bunday. Tushundingmi? Mana kichik portion bor. Mana katta portion masalanda. Tushundingmi? Mana. Mana S1 portion, mana S2 portion. Bunun ichiga may quyadi yoki suyuqlik qanday bo'lsa suyuqlik quyadi. Tushundingmi? Havo bo'lsa, gaz quysa ham bo'ladi, biroq gaz siqiluvchi ham bo'ladi-da, chunki molekulalar orasida katta bo'ladi u. Uni siqsa bo'ladi, ya'ni molekulalarni yaqinlashtirsa bo'ladi. Suyuqlikdan unday bo'lmaydi u. Yaqin bo'ladi o'zi, faqat sal erkin harakatlanib turadi. Ularni siqish qiyinroq, tushundingmi? Siqiluvchanlik darajasi kam unda, suyuqlikda. Tushundingmi? Qattiq siqsa bo'ladimi? Yo'q, uning joyi yo'q o'sha, molekulalarni siqolmaysiz ularni. Tushundingmi? Siqib mumkin, qattiq urib, mana siqdim deyish mumkin, biroq u namorat mayaga yayilib ketgan bo'ladi. Tushundingmi? Qiyinmi? Qiyin emasmi? Endi qara, suyuqlik quyib qo'yganmiz degan. Suyuqlik quyib qo'yganmiz. Endi men bu yerga F kuch tushiradigan bo'lsam, F1 kuch tushiradigan bo'lsam, bosim hosil bo'ladimi edi? Va ne bo'ladi edi? Monitor. Ne bo'ladi? Mana bosim bersam ne bo'ladi? Ham yoqda bir xil bosim bo'ladi. Ha, bu yoqda ham shunday bosim bo'ladimi? Mening bosim adım meni kuch bilan ta'sir kichik, kam kuch ta'sir qilganda bosim adım. Shu bosimni o'zgartmay suyuqlik uzatib beradimi bu yoqqa? Mana ular qattiq devor bo'lgani uchun bular harakatlanmaydi. Harakatlarning единственный mana portion bor. Ha? O'shani harakatlantiradi. Yuqori qarab. Ha? F2. Endi qara. Formaning anosiga qara. Sehriga qara. Menda gidrostatik bosim tengmi ko'ryapman, to'g'rimi? P1 teng P2 deymiz. Отсюда вывод. Ро. Voy kechirasiz. F1 S1 ga tengmi? F1 S1 F2 S2 ga tengmi? Teng. Qara bu yerda qiziqligini qara. Qara, portion kichik. Bu kichkinta kuch ta'sir qilib, katta portionga bosim berish orqali katta kuch olamiz. Ko'rdingmi? Tushundingmi? Buni gidravlik press deydi. Sen katta narsalarni qilsa olmaysan. Katta kuch kerak bo'ladi. To'g'rimi? Katta kuchni qanday olamiz? Mana shuni yo'lda olamiz. Tushundingmi? Buni deydi Paskalning xitrisi dedim. Buni kichik porsionni kichik kuchlar 10 newton bilan bosamiz, yoki 100 newton olamiz bunday chap qaragan. Tushundingmi? Mana shu sehr shunday deydi. F bilan bir chetga, S bilan bir chetga o'tkazaman odatiy holatda. F1 bo'lgan F2 bo'ladi. F2 bo'lgan S1. Shoshma. S1 bu yoqqa chiqmaydimi? Ha,
S1 bölüngen S2. Bu yerda уже наоборот. Demak, porshingga ta'sir etayotgan porshingning yuzasi uni ta'sir etayotgan kuchga to'g'ri proporsional. Tushundingmi, tushunmadingmi? Qiyinmi? Yo'q. Qiynamasa, mana shu narsaga ko'p misollar keladi. Shularni yaxshilab o'rganib chiqarsa, keyin Arximedga kirishamiz. Tushundingmi? Yaxshi, shunday bo'lsa.